们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。Yilov tog'ining sesiq puroqliq qizilmuchi. Va. Ey, men seni tutib oldim. Govu. Men seni qo'qlagan vaqtda sen bekrak tovlamsan. Yoki bo'shroq tovlamsan. En yaxshisi pasayt olsam bo'g'dak. Chiqariq ekran hamisha govuni qo'rqitib yutadi. Chiqroq ekran? Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, G'alati maxluq matematikada ishlar paydo bo'ldi. Hey, bu Gilov tag'amkan. Teshmo Gilov tag'am. Yaxshimisilar? Men hozir cho'q bir avarchilik yo'liqdim. Anglamoqqa shundoq turdi. Haqiqatan bak eg'ir Leyli. Bu cho'ng avarchilik. Chunki bu sesiq puroqli qizilmuch bilan munosabatlik. Nemish bo'ldi? Mening bir tub sesiq puroqli qizilmuchim faqatla o'smadi. Qaraganda men bu qatam qizilmuchdan faqatla o'sla olmaydigan o'xshayman. Andish qilmang Gilov tag'a. Biz sizga sesiq puroqli qizilmuchingizni o'stirib beraymiz. Rasma? Rahmat sizlarga. G'alati maxluq matematikasi o'siblik o'sishga yordam qilalamdi. Hey, sizning g'alati maxluq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askarimiz so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimizga yordam beradi. Bugun g'alati maxluq matematika askarimiz so'zidan ikkisi bor ekan. Ular bo'lsa ko'p va oz. Sizlar qatam raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Ko'p, oz. G'alati maxluq matematika atritidagilar, biz Gilov tog'ining qishig'i berib, sesiq puroqli qizilmuchning o'sishiga yordam qilaylik. Buncha tez yetib kelganinglardan bak xo'sh bo'ldim. G'alati maxluq matematika atritidagilar. Sizlar menga sesiq puroqli qizilmuchimning nima uchun o'smaydiganligini aniqlab bersanglar bo'ladi. Qaramaqa normal o'sibdi-ku. Bu tip emas, Makis. Ana bu tip. Yupurmoq yo'qkan-ku. Birinchi tip nihoyat yaxshi o'sdi. Men bu tipda nurg'ilgan sesiq puroqli qizilmuchlardan hosil oldim. Biroq bu qizilmuchlar qizilmuchga yam qilishga yetmaydi. Men yana ikki sevat qizilmuchga ehtiyojliq. Nemishqa bu qizilmuch o'smaydi? Men bildim. O'simlik doim sayliq tursa, ondan o'sidi. Bek o'tgansan go'vo. Hayvonlar sayliq qiladi. O'simlikning sayliq qilganini ko'rganmiding? Men o'simlikning nimaga ehtiyoji bo'lganligini bilaman. U bo'lsa sovuq Gilov tag'a. Siz bu tipda sug'organmidingiz? Albatta sug'organdim. Suv quyishchanikin taxi oviya qo'yib qo'ygan. Amsa nimishqa bu tip qizilmuch o'smaydigan-do, ha? Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Ko'p va oz. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 ga sanayman. 1 2 3. Ko'p va oz. Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik o'qimlar ko'rsatish keldi. Bu g'alati maxluq velosipedda nihoyat yorg'in ko'rinadi. Uning baloni maqchib qapti. Ko'rdinglarmi? Hozir bir gal urdigan g'alati maxluq kelib oldi chaqqa bir qatim gal urdi. Biroq balondagi gal yetarlik emas. Ikkinchi nomerlik gal urdigan g'alati maxluq kelib yana bir qatim gal urdi. Uchinchi nomerlik gal urdigan g'alati maxluq kelib yana bir qatim gal urdi. 1 2 3 qatim gal urildi. Hozir kayni chaqqa gal urish kerak. Bir qatim gal urildi. Yetarlik emas. Kayni chaqning yili oldi chaqnikidan oz. Yana bir qatim gal uraylik. Ikkinchi nomerli g'alati maxluq yana bir qatim gal urdi.
Biroq kayni chaqning yili oldi chaqnikidan yanla az. 2 qatim yal urg'ini 3 qatim yal urg'indan az. Shunga yana bir qatim yal uraylik. Hozir har ikkili chaqning yili yetarli bo'ldi. Rahmat sana matematik ko'rish ekrani. Biz hozir asl ma'nosini bilib oldik. To'g'ri, Lili. Bizda ikki narsa bo'lsa, birisining soni yana birisidan oz bo'lsa, undaqda bu narsaning soni oz bo'lgan bo'ladi. Qaraganda matematik ko'rish ekrani bizga bu tipdagi ma'lum narsadan yana bir tipga qaraganda oz ekanligini demakchi o'xshaydi. Oz degan matematik bilim bo'lgandikin. Biz birlikda g'alati ma'lum matematik o'qimini ishlataylik. Tag'an, siz bu suv quyishniki bilan qizilmushni sug'urgan bitdingiz? Shundoq, men uningga bir chaynak suv quygandim. Undaqda yana bir tupga qanchalik suv qo'ygandingiz, Gilov tag'a? Esimda yo'q. Berib qarab baqayli. Hey! Bu yerda bir qancha suv quyish chaynaklari bor ekan. 1, 2, 3 chaynaklar bilan bir top sesiq puroqli qizilmushni sug'uribsiz. Biroq siz bu o'smagan sesiq puroqli qizilmush tupiga aralab bir chaynak suv qo'yibsiz. Matematika atatikilar bu nimda derak berdi. Bildinglarmi? Ha, bu tüksünün miqdori outnikidan ozgan. To'g'ri, bu tupda sug'urishga ketgan suv az. Aralab bir chaynak suv qo'yilibdi. Biroq bu tupga 3 chaynak suv qo'yilibdi. Shunga biz bu tupni o'stirish uchun yana bir tupnikiga o'xshash miqdordagi suv bilan sug'urishimiz kerak. 3 chaynak suv qo'yishimiz kerak ekan. Mening boshqa suv quyish chaynaklarim o yerda. Ha, bulayla Markes, bir chaynaklarni ep kelaylik. Oho! Oy tutla. Ha, bo'ldi. Men ep keldim. 3 chaynak suv. Mana. Matematika atatikida tayyorliklar bitdimi? Biz bu o'smagan sesiq puroqli qizilmush tupiga suv qo'yib baqaylik. Suv qo'ygandan keyin qanday o'zgarish yuz berdi? Mana keldim. Birinchi chaynak suvni qo'ydim. Vah, onun qaranglar. Ikkinchi chaynak suv. Qaranglar, sesiq puroqli qizilmush o'sib chiqdi. Qaranglar, sesiq puroqli qizilmush pishib yerga tushdi ekan. Eng og'ir suvni qo'ygan Markes. Uningga 3 chaynak suv qo'yishimiz kerakdi. Esingda bordi? Untib qag'ili tasqabdi menga u. Nemish bo'ldi? Eshib qolgan sesiq puroqli qizilmushlar sakrab tushish u yoqda tursin. Suvlashib qoldi-ku, ha? Qizilmush qiyam qilishga bu qizilmushlarning hammasi kerak bo'ladi. Ularni mushuk sakrab tushmaydigan-da. Raqamlik maqtuqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maqtuq matematika maxfiy askartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Ko'p va oz. Men 3 sanayman. Boshlanglar. 1, 2, 3. Ko'p va oz. Bu g'alati maqtuq nisbatidan yana chataq chiqdi. Uning baloni maqchiyib qopti. Biz hozir 3 qatim yal ursak balonning asli keldiganligini bilamiz. Oldi chaqaga yal urilib bo'ldi. Endi kayni chaqaga yal uramiz. Bir qatim urib qo'ysaqli bo'lamdi? Albatta bo'lmaydi. Yana 3 qatim yal uramiz. Bu mumkin emas. Biz birlik sanab baqaylik. 1, 2, 3 qatim oldi chaqa yal urildi. 1, 2, 3, 4. Biz ehtiyojli bo'lganda ko'p bo'lib ketibdi. Kayni chaqning yili oldi chaqnikidan ko'p bo'lib ketibdi. 4 bak ko'p. 3 bo'lsa da bizning ehtiyoj bo'lganimiz. 4 3dan cho'ng, shunga kayni chaqning yilini ozlataylik. Endi oldi kayni har ikkili chaqqa o'xshashda 3 qatim yal urilgan bo'ldi. G'alaba qildik. Va! Rahmat sana g'alati maqtuq matematik ko'rish ekrani. Biz oson ma'nosini bilishdan sirkani ko'pning ma'nosini bilib oldik. Ba'zi vaqtlarda pek ko'pmi? Yaxshi bilishni atayin. Balki matematik ko'rsatish ekrani bizga Golov tag'ining bir tip qizilmuchiga suv va ko'p qo'yilib ketibdi deb o'xshaydi. Biroq biz uningga 3 chaynakli suv qo'ygan tursak, shundoqda. Sizlar shu matematik atatikilar, biz tekshirib baqaylikmi? Emsa, biz bu qizilmush tushgan sesiq puroqli qizilmush tupiga qancha chaynak suv qo'yganligini sanab baqaylik. 1, 2, 3. Bu normal o'sgan sesiq puroqli qizilmushga jami 3 chaynak suv qo'yilibdi. Endi biz bu normal o'samigan sesiq puroqli qizilmush tupiga zali qancha chaynak suv qo'yilganligini sanab baqaylik. Ko'pchilik tayyorlig'ini bitdimi? Sananglar. 1, 2, 3, 4. 4 chaynak. Bu qandaqligi mumkin bo'lsin?
Biz faqat 3 chaynakni suv quygan tursak. Sizlar kelishdan burun men bir chaynak suv quygandim. Esinglardan chiqib qoldim ha? Biz qo'ygan 3 chaynak suv bilan sizni qo'ygan bir chaynak suyingizni qo'shsak, sizlarga qancha bo'ladi? 4 chaynak suv bo'ladi. Bundan ko'rilishiga bo'ldiki, normal o'salmagan sisiq puraqli qizilmush tupiga qaraganda, normal o'salgan qizilmush tupinikidan bir chaynak ortiq suv qo'yilibdi. 4 chaynak, 3 chaynak suv qaraganda ko'p. Undaqda biz bir chaynak suvni azlataylik. Men qilay. Matematika atritidikilar. Men bu bir chaynak suvni ep ketay. Qaranglar, bu yerda 1, 2, 3 chaynak bor. Bu yerda 1, 2, 3 chaynak bor. Hem de erişkide tüpke qo'yilgan suvmi az emas, hem ko'pmi emas. Qo'yilgan suv o'xshash bo'ldi. Ha, tez qaranglar. Sisiq puraqli qizilmush sakrab tushdi. Oo! Bek sakrab tushdi. Yaxshi qildinglar, Xalit maxluq matematik atritikilar. Biz Globdavning sisiq puraqli qizilmushining o'sishiga yordam qila oldik. Biz ko'p va oz matematikni ma'nosini bilgandan keyin shunga g'alaba qila oldik. Şoň albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amasa 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alabaga keltirdik.